oqilona to'g'ri qaror chiqarmaganligi uchun, halol ishlamayotganligi uchun. Agar sen ham halol ishlasang, menga zarurmi? Ommaviga chiqib, mana Akbar, men senga bitta gapimni aytaman-da, meni vaqtim bemalol. Uydaman, Allohga ming qator shukr. Vaqtim bemalol. Men chiqibda ishlamayman, bilasan. O'sha 12 yillik tajribam bo'lsa, Yangiobod bozoriga shanba obdiq chiqaman. O'sha yerda tirikchiligimni qilay, o'zim band qilay deb chiqaman. Atak senga o'sha har kuni men bozorga borib, timirskilab, kimnidir qaqshatib, kimnidir 15 sutkaga olib borib chiqib, jarima qo'llatib yomonlik qilmayman. Senga o'xshab. Vaqtim bemalol. Endi har turganingda, o'tirganingda, yotganingda o'sha sen qiynalishni boshlaysan. Sen bilaver, seni farzanding qiynalsa, Allohdan qaytsin deyapman-ku, Iloh qaytsin. Farzandlaring qiynalsa, har bitta o'sha gapni eslaysan meni. Men shu insonga yomonlik qildim. Farzandlarim mana shunaqa bo'lyapti, boshi kasaldan chiqmayapti. Mana navaringni o'sha yerdan o'ligi chiqsin. Navaringni. Farzand dog'iga kuyib o'lgansan, Alloh. Ishing buyurmasin. Sen birovga yomonlik qilmagansan. Yaxshilik qoldiring. Inson o'zini yaxshilik qoldirish kerak. Sen agar yaxshilik qilsang, xalqi ichida bo'lsang, foydang tegadi. Nima